O'zbekiston tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan fuqaro muhofazasi oyligi davomida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Bog'i Yaram mahalla fuqarolar yig'in hududida joylashgan 15 ta ko'p qavatli yashash uylarining 188 ta xonadonida profilaktik tadbirlar olib borildi. Tadbirlar davomida 250 nafar fuqarolarga is gazdan zaharlanish hamda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarning oldini olish, havo gaz aralashmasining chaqnashi holatlari bo'yicha yo'riqnomalar berilib, eslatma materiallar tarqatildi. Shu kunlarda Termoservis Intel mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 65-ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktab internati uchun majlislar zali binosi qurilishi olib borilmoqda. Soha xodimlari ushbu qurilish jarayoni loyiha smeta hujjatlarini o'rganishib, ishchi xodimlarni yong'in xavfsizligi holati bo'yicha yo'riqnomadan o'tkazishda. Tadbir davomida 20-umumiy o'rta ta'lim maktab binosida favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zilzila vaqtida harakat qilish tadbiri o'tkazildi. Shu bilan birga maktabning 710 nafar o'quvchilari uchun texnikalar namoyish etildi. 31 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham zilzila va yong'in sodir bo'lganda harakat qilish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Profilaktik tadbirlar davomida 18-yong'in qutqaruv qismi himoya hududida mavjud bo'lgan 92 dona suv hovuzlari va tuman hududida joylashgan 15 dona yer osti suv olgichlarining shayligi o'rganib chiqildi. Shuningdek, tuman dehqon bozorida ham hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'quv amaliy taktik mashg'uloti olib borildi. Tadbirlar yakunida tuman sanitariya epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limida tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha obyekt rahbariyati va fuqaro muhofazasi tuzilmalari hamda tuman favqulodda vaziyatlarda davlat quyi tuzilmalari xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlari yuzasidan maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Maxsus taktik o'quv mashqi yakuniga ko'ra barcha hamkor tashkilotlarning faoliyati sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga cheklangan tayyor deb baholandi.